Shifer olamida nima gap aka? Yaxshi bo'lyapti. Chiqyapti, ko'ryapsiz. Shifer ishlab chiqarishni ham bir qator ko'rib o'tib ketamiz. Videodan uzoqlashmanglar. Akam tushuntirib beradi. Uje bu yoqdan kelib pechkani ichida o'tib ketadi. Qolipida manaqa bo'ladi. Bitta-bittadan qolib chiqadi. Bittadan qo'ron tagida bitta. Har bitta shiferning orasida bittadan qolib bo'ladi, temir qolib. Biz 50 tadan bo'ladi, ichiga kirib ketadi. Ha, bundan chiqib bunga kirib turib, qaytib kelib yana bunga borar ekan. Bundan chiqadi mana relis orqasidan chiqadi. Shuni hisobiga olovi yangi listda qalin chiqadi shiferimiz. Sifati qalin. Ha, bu taxlangan holatimi bu? Ha, yaxshi chiqyapti. Mana bundan chiqqani pechka kirib ketyapti, olingda. Ichkarisi pechka. Ashlar 100 tadan, 200 ta. Shiferda holati zo'r. Shifer yaxshi. Bu yoqda bor mana zaxiralarimiz bor, xudo xolasa yaxshi chiqyapti. Tekis, sifat zo'r.